Assalomu alaykum, hurmatli bog'bonlar jamoati. Bugun 27-may. Bizda havo bir ko'rinib yomg'ir yog'yotadi. Men hozir intensivniy boqqa keldim. Imенно gilosni ko'rgani birazga sortdir. Yomg'ir yoqqanda joriladi-da, shishmalda. O'shaga mana men hozir video tarqani keldim. Mana sizlarga ko'rgazgani. Mana kalibr o'ta yaxshi. Kalibri o'ta yaxshi. O'zi pishayin deb qoldi. Mana mo'malar o'ta zo'r. Endi yomg'ir bitgandan keyin yana bir video tortib ko'ramiz mana. Selxosi bu sort italyanskiy sort. Agar kimga buni ko'chattoridan kerak bo'lsa, bu yil 25-26 yo'q. No 26-yilda kuziga zakaz olishni boshladi. 26-yil kuzga kimga shu sortdan kerak bo'lsa, zakaz bersanglar 26-kuzga tayyorlab berishimiz mumkin. Bu sort italyanskiy, o'zini o'zi changdatadi. Kalibri 34-35 mm gacha bo'ladi. Mana bugun 27-mayda holi sho'lda mana. Sho'l ahvolda. Yana birar jumadan keyin qissa kerak. Bular mana jalpiroqda ostida bo'la turgan mana. Ustida uncha ko'rinmasa, bunday ko'tarsa mana jalpiroqda ostida bo'la turgan giloslar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, ishlaringizga igilik, cho'ntaklaringga Alloh baraka bersin. Video yoqqan bo'lsa, likedan bosamiz. Podpiska etmaganlar podpisatsiya etib qo'yamiz. Buni jiyintig'ini ham yomg'irdan keyin ko'ramiz. Jorlavi yo'qmi? Sog' bo'linglar.